Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 28-dars. Mavzuyimiz ko'p xonali sonni bir xonali songa ko'paytirish. 89-betni ochsangiz, u yerda bizda 9-10 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. Darsimizni boshlashimizdan oldin aytib o'tib ketay. Bizga juda ham ko'pchilik Telegramimizga kirib yozishyapti. Rus tili darslar chiqmayapti, ingliz tili chiqmayapti. Hammasi chiqayotgan, lekin pullik kanalimizda. Rus tilidan biz 25-betga keldik. Kitobidan, daftaridan 15-betga, ingliz tilidan 18 ni ham tugatib bo'ldik. Ona tilidan esa 59 ni ham tugatganmiz. Bilsangiz, matematikamizda ham 27-mavzuyimiz chiqmagan, chunki 27-mavzu Telegramdan chiqqan. 29-mavzuyimiz ham bizda u yerda chiqadi. Xohlasangiz Telegram premiumimizga o'tib olsangiz, ya'ni Sanur Premium 3 ga atiga 60 ming so'mga siz bu uy vazifalarni barchasini olasiz. 3-noyabrgacha bizning darslarimiz bo'ladi. U yerdan bemalol birinchi choragingizni tugatib olaverasiz. Sanur maktabga kirib, adminga yozib yorsangiz, sizga to'liq tushuntirib beradi. 9-vazifamizni o'qiymiz. Hisoblang, amallar tartibini belgilang. Birinchi o'rinda biz tartibni aniqlab olamiz. Birinchi o'rinda bizda bilsangiz qavsning ichidagini ishlaymiz. Qavsning ichida ko'paytirish yo bo'lish bo'lsa, ular birinchi bo'ladi. Bu yerda bizda bo'lish turibdi. Demak, mana bu bizda birinchi bo'ladi. Keyin qo'shamiz. Qavsimiz tugayapti. Oxirida bu yerda ko'paytirar ekanmiz va minus qilib olamiz. Bu to'rttasi bo'ldi. Ikkinchisida birinchi o'rinda qavsni ishlaymiz. Keyin bo'lamiz. Keyin qarang, bu yerda ko'paytirish turibdi, oxirida esa qo'shamiz. Har bittasini alohida hisoblab chiqamiz. Ya'ni birinchisiga a dedim. A deb turib 1 derkanman. Birinchi vazifamiz bizni 640 mingni 8 mingga bo'lamiz. 640 ming bo'lingan 8 mingga. Bu yerda birinchi o'rinda 0 ni olib tashlaymiz hisoblayotganda, bo'linish turibdi. Demak, mana bu 0 ni hisoblamaymiz, bu 0 ni hisoblamaymiz. Sonlarga bir-biriga bo'ladigan bo'lsak, 64 ni 8 ga bo'lsak bo'ladi. 64 ni 8 ga bo'lsak 8 bo'ladi. E'tibor bering, bitta 0 qolib ketyapti mana bu yerda. Shu 0 ni yoniga qo'shib qo'yamiz. Bu birinchisining javobi bo'lyapti, 80. Ikkinchisi 600 mingni 8 ga qo'shar ekanmiz. Ikkinchisi 600 ming qo'shilgan 80 ga. 0larimiz tushib qoladi. 0 plus 8 imiz 8. Qolgan 3 ta 0larimiz tevadan tushib kelaveradi va oxirida 6 tushadi. Shunda 600 ming 80 bo'ladi. Bu ikkinchisining javobi. Endi uchinchisida biz sizlar bilan 73957 ni 7 ga ko'paytirib olar ekanmiz. Ya'ni men bu yerga yozib ketaman, yoniga 73957 ko'paytirilgan 7 ga. 7 kare 7 imiz 49 bo'ladi. 9 ni yozib 4 ni eslab qolamiz. 7 kare 5 imiz 35. 5 imiz 35 ni 4 qo'shsak 39 bo'ladi. 9 ni yozib 3 ni eslab qolamiz. 7 kare 9 imiz 63. 63 ga 3 qo'shsak 66 bo'ladi. Ya'ni 6 ni yozib 6 ni eslab qolamiz. 7 kare 3 imiz 21. 21 ga 6 imizni qo'shsak 27. Ya'ni 7 imizni yozib 2 ni eslab qolamiz. Va oxiri 7 kare 7 imiz 49. 2 imizni qo'shsak 51. Demak, uchinchisining javobi 517699. To'rtinchisi bizda nima bo'lar ekan? Hozir chiqqan javobni, ya'ni 517699 ni minus qilar ekanmiz 2 ni javobiga. 2 ni javobi bizda 600 ming. Men xato qildim desam, lekin men xato qilmabman, qarang. Bu yerda 2 ni javobi bizda 2 ni javobi 600.080 chiqqan. 3 ni javobi esa bizda 517 ming chiqqan. Mana bu son, mana bu son. Bu sondan kattaroq. Shunga minus qilib bo'lmaydi. Qarang, kitobingizda xato bo'lyapti. Chunki 640 mingni 8 mingga bo'lsak, mana birinchisini qarangida 80 chiqyapti bizda. To'g'ri ishladik. 80 ni 600 mingga qo'shyapmiz. Qo'shsak 600 ming 80 bo'lyapti. Keyin mana uni men hattoki kalkulyatorda ham hisoblab ko'rdim, xato qilib qo'ymadimmi deb. Yo'q, to'g'ri.
Endi mana bu sonni hech ham minus qilib bo'lmaydi. Ya'ni kitobingizda xatolik ketyapti. Shu xatoni o'qituvchingizga aytib qo'yasiz. Adashmasam, mana bu yerda minusni o'rniga plus bo'lishi kerak. Shunda qilsa bo'ladi. Shu narsani o'qituvchingizga aytib qo'yarsiz maktabdagi. Men minus qilmadim, plus qilib ketaman. Chunki kitobingizda xatolik bor. Xo'p, hisoblaymiz. Qani 9 plus 0 imiz 9, 9 plus 8 imiz 17, 7 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 6 plus 0 imiz 6, 1 imizni qo'shsak 7, 0 larimizni qo'shadigan bo'lsak 7 bilan 1 tushib keladi. 6 plus 5 imiz 11. Ya'ni hammasini hisoblaydigan bo'lsak 1,117,779. Ya'ni aytib o'tib ketaman, kitobingizda xato bor. Men bu yerdagi xatoni mana qarang. Mana joyini plus qilib qo'ydim. Sizda minus turgan. Minus qilsak javobi to'g'ri chiqmayapti. Chunki men bu joyga plus qilib qo'ydim. O'qituvchingizga maktabdagi bu narsani aytib qo'yasiz. Xo'sh, ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisi bizda B'si bo'lgan. Qani edi? Mana bu yerdan yozib ketaymikin yo pastga yozib ketaymikin? Qani ko'raylikchi. Qayerda joyimiz ko'proq? Tashmasam, o'ng qo'lni joyimiz ko'proq, a? Xo'sh, birinchisi bizda plus qilar ekanmiz. Ya'ni men bu yerga B deb qo'yaman va 1 deyman. Birinchisida qavs ichidagini ishlaymiz. Ya'ni 221,721 ni qo'shamiz 78,279 ga. 9 plus 1 imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 7 imiz 9, 1 imizni qo'shsak u ham 10 bo'ladi. 7 plus 2 imiz 9, yana 1 imizni qo'shsak 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 1 plus 8 imiz 9, 1 imizni qo'shsak yana 10 bo'lyapti, qarang. 1 ni eslab qolyapmiz. 2 plus 7 imiz 9, 1 ni qo'shamiz yana 10 bo'ldi. Oxirida 2 qolyapti tevada. 2 ga 1 imizni qo'shsak 3, ya'ni 300 ming. Endi ikkinchisi bizda 300 mingni yozamiz. 300 mingni bo'lar ekanmiz. Nechaga ekan? Qavsdagi 600 ga bo'lar ekanmiz. Bu yerda 0 larni olib tashlaymiz. Ya'ni bu yerda 2 ta 0 olib tashlaymiz, bu yerda 2 ta 0 olib tashlaymiz. Endi 3 ni 6 ga bo'lib bo'lmaydi, shunga 30 dan hisoblaymiz. Qarang, 30 ni 6 ga bo'lsak, hisoblaymiz, bilamiz, bizda 5 bo'ladi. 5 bo'ldi. Nechta nolimiz qolib ketyapti? Bitta, ikkita. Oxirgi 2 ta nolni qo'shamiz. Tushunarliga, kallada ishlab ko'rsa bo'ladi. Qiyin emas. Uchinchisi bizda mana bu bo'lyapti endi 402,234 ni ko'paytiramiz 9 ga. Hisoblaymiz. Qani edi, chiroyli qilib. 4 kara 9 imiz 36. 6 ni yozib 3 ni eslab qolamiz. 9 kara 3 imiz 27. 3 imizni qo'shsak 30 bo'ladi. 0 ni yozib, ya'ni 3 ni eslab qolamiz. 9 kara 2 18. 18 ga 3 qo'shsak 21. 1 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 9 kara 2 18. 2 imizni qo'shsak 20 bo'ladi. 0 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 9 kara 0 imiz 0. 2 ni qo'shsak 2 va oxiri 4 kara 9 36. Ya'ni javobi bizda 360 3,620 ming bo'lar ekan. Bu bizda 3-chisining javobi. Endi 4ni qilamiz. 4da nima bo'lar ekan bizda? Hozir chiqqan javobni qo'shar ekanmiz 2 ni javobiga. Ya'ni 3,620,106 ni qo'shamiz 500 ga. Hisoblaymiz. 6 plus 0 6, 0 plus 0 0, 1 plus 5 6. Qolgan sonlarimiz hammasi tevadan tushib keladi. Shunda javobi bizda 3 million, qani 3,620,606 bo'lar ekan. Bu yerda esa biz eslatib o'tyapman, plus qilib qo'yganmiz. Shunga javobi bu yerda 1,117,779. Endi shoshilmasdan qaniydi chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. 10-vazifamizni o'qiymiz. Istalgan banknotni o'lchang. Daftaringizga xuddi shunday o'lchamda to'g'ri to'rtburchak chizing va uning perimetrini toping. Men hozir 20 ming so'mni o'lchab ko'rdim. Ya'ni agar o'zingiz daftaringizni chizadigan bo'lsangiz, qarang.
20 ming so'mlik, mana 20 ming deb qo'yaman. Banknotini o'lchab ko'rdim. O'lchaganimda tevasi 16 sm chiqdi taxminan, 16 sm. Bu tarafi esa yo'llari esa 7 sm. Bizga so'rashyaptiki, perimetrini toping deyapti. Tevasi 16 bo'lsa, demak pasti ham 16 sm bo'ladi, yoni esa 7 sm bo'ladi. Perimetr qanday qilib topar ekanmiz to'g'ri to'rtburchakni? 2 ni ko'paytiramiz a plus b ga. A bizda bu tarafimizda demak 16 sm, b'miz esa 7 sm. Endi mana bu a ni o'rniga 16 ni qo'yamiz, b ni o'rniga esa 7 ni qo'yamiz. Shunda bizda mana bo'ladi 2 kara qavsochimiz 16 plus 7. 16 plus 7 ni kalamiz ishlab ko'ramiz. 16 plus 7 bizda 23 bo'ladi. 2 ni 23 ga ko'paytirsak, qanday qilib ko'paytiramiz? Pastiga yozib qo'yaman. 23 ko'paytiramiz 2 ga. 2 kara 3imiz 6, 2 kara 2 4. Ya'ni bizning perimetrimiz 46 sm bo'lar ekan. Men hozir 20 ming so'mdan hisobladim. 20 ming so'm bo'lsa, siz ham hisoblab olishingiz mumkin. Tevasini o'lchasangiz 17 chiqqan, yonini o'lchasangiz 7 sm chiqqan. Siz xohlagan banknotani olishingiz mumkin, lekin o'lchamlari ozgina farqli bo'lishi mumkin. Xohlasangiz 20 ming deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni bizning javobimiz javob 46 sm bo'lar ekan. Shoshilmasdan chiroyli qilib daftaringizga ko'chirib oling. Va shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.